Həmmə joy maşınlar kabristanı bo'lib yotdi. Men aytsak bo'lganim yurtdoshlar, avtokredit meselesinde ikki og'iz gapim bor edi yurtdoshlarimiz. Mashinani olishdan oldin iltimos etar edim, o'ylanib olinglar kredit meselesinde. Komisyon maliye ekonomik hisobchi deb siz ham shu mashinani olishingiz shart emas. Uni ertang to'lovim bor. Keyin eldindan to'lov yo'q ekanda borib eng qimmat mashinani olsam shart emas. Eldindan to'lov. Ertang bu pulni 2 barobar etib, 3 barobar etib qaytarishdan o'ylash kerak. Qarang, 3 yil yo 4 yil to'ladingiz kreditni, oxirgi yilında to'lova qurbingiz yetmadi ya, endi issijon sog'ligingiz yo'qotdingiz. Sizni hech kim kutib turmaydi. Mashinam qaytadi, pulingiz ham to'g'ri go'yib ketadi. Men aytsakim, hozirgi hayot shunday zamon bo'lib turibdiki, siz velosipedda yursangiz ham, Jigulida yursangiz ham, Tikoda yuribsizmi, Damas'da yuribsizmi, hech kim bilan ishi yo'q. Siz o'zingiz qurbingiz yetadigan mashinani oling, ro'zg'orni guldan aytib qo'ying, bo'ldi. Men bu gapni aytsakim sababi, yaqinda o'zim ukamni mashinani to'g'ri topshirdik. Topshirilgan sababi aqlsizlik etdi. To'lab bilmaydigan mashinani oldi. 2,5 yil, 3 yil to'ladi, uni ham qarz olib to'ladi. Baribir oxirida mashin ketdi. Yurtdoshlar, eldindan to'lov yo'q degani, bu mashina to'lov emas. Eldindan to'laymiz, keyin to'lov bor degani. Shuning uchun aytsakim, endi mashin ketgandan keyin avtomatik siz o'zingizni sog'ligingiz yo'qotasiz. Ikkinchidan yaqinlaringizni shunchalik deydi qisishmasına sebep bo'ladi. Shuning uchun bir og'iz gapim, iltimosim ham o'zingiz qurbingiz yetadigan mashinani oling, hayotni chiroyli yashang. Noto'g'ri gaplar olsam ba'zi bir odamlardan uzr so'rayman. Bu yerda yana bir marta aytaman. Hech qanaqa davlatning aybi yo'q. Siz mashinani olayotgan vaqtingizda kredit shartnomada hamma narsa punkt ko'rsatilib berilgan. Shuning uchun bu davlat meni pulim olib qo'ydi, mashinamni olib qo'ydi emas. Bu shartnomada size elden tushuntirilgan, gözetib o'tirilgan. Shu men gapim sizlarga qisqacha hammangizga sog'lik, salomatlik deman, o'ylanib ishlatinglar. Bo'lg'anim. Hammangizga yaxshi ko'raman.